Kelinglar, yaxshisi elektronika tovarlari magazinini aylanamiz va yangi texnologiyalardan xabardor bo'lamiz. Elektronika tovarlariga qiziquvchilar qani, ketdik. Shunday qilib, elektronika tovarlar magaziniga yo'l olamiz. Bu safargi videoda o'zimning shaxsiy tajribamdan kelib chiqib, shaxsan o'zim foydalangan elektronika mahsulotlaridan bir shingildan obzor qilib chiqamiz. Jumladan fotoapparatlar, kompyuterlar hamda dronlar, mobil quyosh panellari, maska, kolonka, mishka, klaviatura, mikrofonlar va boshqa shu kabilarning eng so'nggi rusumdagi turlarini ko'rib chiqamiz. Amerikadagi elektronika tovarlar sotadigan magazinga tashrif buyurib, mana shu monitor yoqdi. Zo'r ekan. Narxi ham $1700 ekan. LG Ultra Gear 45 degan ekan. Ammo mana pastda ko'rsatdi. Mana shunda o'tirib ko'raverasiz ekan. Cho'tka ekan lekin. Bu televizor ekan. Shunaqa katta magazindamiz. Buni bilmadim qanaqa afzalligi bor, lekin bu $9500 ekan. $10000 ekan. Xullas, men televizorga unchalik aqlim yetmaydi, lekin o'zim shaxsan ishlatgan mahsulotlarimdan obzor qilaman, o'zim tajribamdan kelib chiqib. MacBooklarga qaytamiz. Bu yerda MacBook Air ham katta ekran bilan chiqarilyapti. Bu yerda MacBook Pro 14 ekranlisi, bunisi 16 ekranlisi ekan. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, katta ekranli kompyuter zo'r bo'ladi deb. Agar sumkangizga solib mobilni ishlatadigan bo'lsangiz, naborot kichkina ekran olganingiz yaxshi ekan. Ya'ni konsentratsiya, fokus ham yaxshiroq bo'lar ekan. Men o'zim shaxsan mana bundan ishlataman, lekin bundan oldingisi kichkina ekranli 14 ekranlisida ko'proq produktivni his qilardim o'zim. Lekin agar ko'proq bitta joyda turadigan bo'lsa, mana shu kompyuter yaxshi. Men buni ikkita monitor qilib turib, monitor orqali ulab ishlataman. Odatda nastolni kompyuter uchun ham bo'lsa, mana shu yaxshi kompyuter. Alohida monitor chiqarib turib. MacBook 16 Pro bunisi $2000 ekan, bunisi $1700. Mana sal kattaroq ekan, 15 ekranlisi ham bor ekan. Maska. Birinchi marta ko'rish bunaqa mahsulotni. Bu nima ekan bu? Maska ekan. Yuzni tiniqlashtiradi, taranglashtiradi, ajinlarni kamaytiradi. Xullas, yuzga dam beradi deyapti. Ko'ramiz, buni taqib ko'rmayman endi bu. Lekin mana bu joylarida mayda-mayda qandaydir bir haligi tok beradigan tochkalari bor ekan. Shunday qilib taqilar ekan. Maska. Ko'zni massaj qiladigan ekan bu. Narxlari maska bu $600 ekan. Bu $200 ekan. Lekin ishlatib ko'rmaganman, antika mahsulotlar. Eng yaxshi mishka haqida gaplashamiz. Va klaviatura, naushniklar bo'ldi. Mishka o'zim tajribamdan kelib chiqib, qaysi mishkani yaxshi deb hisoblayman. Gaming segmentida mashhur brendlardan bilamiz, mana Corsair. Mishka, qanaqa mishkalar olgan ma'qul o'yin uchun? O'yin, men o'zim shaxsan Counter Strike o'ynayman. Counter Strike'ga juda ham tez internet bo'lish kerak, kompyuter ham o'ta tez bo'lish kerak. Klaviatura ham o'ta tez bo'lish kerak. Yana nima? Mishka ham tez bo'lish kerak. Bo'lmasam nimaga Counter Strike otishmada? Otishma. Siz bu klaviaturani bosganingizda yoki mishkani bosganingizda, mishkani bitta bosganingizda u avtomatni o'qib nimasi bor, stvolini bosguncha ham tezlik katta rol o'ynaydi. Naryadagi odam otmoqchi bo'lsa, agar uni mishkasi tez bo'ladigan bo'lsa, tezroq signal yetib boradi. Men birinchi mana Logitech, mana shu brendning bitta qimmat mishkasi bor. O'sha mishkani ishlatib ko'rdim. Qimmat bo'lsa, yaxshi bo'lsa kerak deb ishlatib ko'rdim. Bu yerda bormi ekan. Buni topib keyinroq ko'rsataman. Lekin u yaxshi o'xshamadi. Sababi bu
bitta mishkasi bor, u ofislar uchun zo'r ekan. Ofis keyin video montajlar uchun zo'r ekan, lekin o'yin uchun zo'r emas ekan. Men shuni keyin boshqa mishkaga almashtirgandan keyin o'yinda katta o'zgarish sezdim. Lekin ikkalasini ham ishlataman. Buni ofisga video montaj qilishga ishlataman, buni ko'rsataman. Buni nimani mishkani? Buni hozir obzor qilamiz. Mana shu brenddan olganman. Mana ko'ringlar, eng qimmati nech pul ekan. Bu yerda narxi eng qimmat mishka degani zo'r degani emas ekan. Mana ikkita mishkani qo'yib oldik. Birinchisi arzonrog'i, ikkinchisi qimmati. Arzonrog'i nech pul edi? Shu $50 atrofida. Bu qimmati bo'lsa, shu undan 3 barobar qimmat. Sababi bu simsiz ishlar ekan, shu wireless deydi. Shuni hisobiga. Shunda ham menga mana bu simlisi ma'qul keldi, arzonrog'i. Sababi signal simli mishkada simsiz bo'lgan mishkadan ko'ra tezroq yetib borar ekan. Shuni hisobiga o'yinda ham ancha millisekundlar bo'lsa ham ancha farq sezilar ekan. Klaviaturalar haqida gaplashamiz. Bu klaviaturalarda o'yinlar uchun chiqarilgan klaviaturalarning farqi nimada bo'ladi? Mana e'tibor bersanglar, har bir klaviatura o'ziga xos tovush chiqaradi. Bunisida ikki xil tovush chiqyapti. Birinchisi knopkani bosganda va kontaktga yetib borganda. Bunisida esa ikkinchi klik ovozi yo'q ekan. Bu gaming klaviaturalarda oddiy ofisning klaviaturalaridan farqi. Ofisning klaviaturalarda bosganingizda yumshoq, masalan, konkretno klik degan narsa bo'ladi. Ya'ni mexanический, inglizchasiga feedback deydi. Bosganingizda masalan bu yerda chiq deydi. Simiga tegayotganini qo'lingiz his qiladi. Men tanlaganimda yo'q ekan, mashinaga o'xshab ketadi. Apple'da o'zining mishkasi bor. Mana bunaqa. O'ta slim, chiroyli dizaynda qilingan. Smooth, lekin dizayn chiroyli. Bundan ko'ra stolingizda lekin juda ham chiroyli turadi. Qorasi ham chiqqan ekan. Chiroyli dizayn, lekin funksionallisi bundan ko'ra ko'proq boshqa mishka bor, uni ko'rsataman hozir. Mana bu mishka, o'zim ishlataman mashina. Bu asha video montaj qilish uchun, Photoshop ishlatadiganlar uchun, dizayn sohasida shu yaxshi mishka. Bu mana aynan Mac uchun chiqarilgan. Bunda masalan boshqa mishkalarda Bluetooth suqadi. To'g'rimi? Bluetooth orqali ulanadi. Bunda Bluetooth shart emas. Shunda yerda knopkasi bo'ladi, shuni bosib ulanib ketaveradi. Buni narxi $97 ekan. Bor yana $100 ekan mana shu. Dronlar olami. Dronlar ayni paytda katta eng rivojlanayotgan industriya. Birinchi o'rinda DJI keladi haqiqatda. Kuchli brend. Dronlar sohasida ham eng oldinda ketayotgan. Bulardan o'zim ishlatib ko'rganim. Ulardan dastlab eng arzonni ishlatib ko'rdim. Bu yerda bormi ekan? Shu xullas $100lisini ishlatib ko'rdim. Yoqmagan taraf shu bo'ldiki, pastda kamerada ko'rib tura olmaysiz. Ko'rib turgan taqdiringizda ham, telefonda kuzatib turgan taqdiringizda ham o'zini avtomatik qayerdan uchirgan bo'lsangiz, o'sha yerga qaytib kelish funksiyasi yo'q ekan. Shuni hisobiga qo'shnimnikiga tushirib qo'yib, ko'p yo'qotib qo'ydim uni. Keyin qaysini oldim? Mana shu brendda DJI. Bu yerda mana DJI Mini necha deb qo'yibdi? 3. Mana shuni ikkisidan olgandim. Bu undan ham yaxshiroq bo'lishi kerak. Bu $700 ekan. Mana Amerikada ham mana shularni olish uchun ruxsatnoma olish kerak va bu uchun ruxsatnoma shart emas. Lekin buni bitta tarafi baribir o'zi belgilangan, buni kartasiga kiritilgan. Bir xilgi joylarda o'zi ruxsat bermaydi. Karta sen ma'lum bir joyda turibsan, bu yerda uchirish mumkin emas deb turib, buni programmasini o'zi ruxsat bermaydi uchirishga. Masalan, bu ko'proq men kuzatganim, aeroportlarda oldida ruxsat bermaydi, o'zi uchmaydi. Bu programma o'zi ruxsat bermagani uchun. Maktab oldilari, qanaqadir bir davlat tashkilotlarining oldida kartaga kiritilgan uchun, lekin tog' yonbag'irlarida, ana strategik ahamiyatga ega bo'lmagan joylar bo'lsa, bemalol uchirishingiz mumkin. Chunki bu 300 gramm, bu oshib kelsa 290 grammga borar ekan. Afzallik tarafi, bunga ruxsatnoma olish shart emas. Sababi qushdan ham yengilda bu. Masalan, bitta musicha deymi, bitta kaptardan ham yengil bu. Shuni hisobiga samolyotga tegsa ham unchalik bu unaqa shikast yetkazmaydi. Lekin men O'zbekistonga olib borib uchirib ko'rdim, lekin men bu narsani batni keyin tushuntirib beraman. Bitta video qilgandim, u treningga chiqib ketdi. Shuni hisobiga 3-4 kundan keyin Eshintadi dronni olib chiqing deb SMBga o'xshagan tashkilot keldi. Keyin buni o'z ixtiyor bilan topish javobgarlikdan ozod qilinar ekan, olib chiqib berdim. Mana shuni maslahat beraman. Cho'ntakka ham tushib ketaveradi-da bu. Ammo kamera cho'tga oladi. Knopkasini bosib, mabodo yo'qotib qo'yadigan bo'lsangiz, knopkani bossangiz, home degan knopkani bossangiz, o'zingiz tochkasiga yana qaytib tushadi.
Bunaqa FPV degan dronlar bor. Mana shulardan bir ishlatib ko'rmoqchiman. Fotoapparatlar bo'limiga kelib qolibmiz. Edi antika, eskicha stilda, klassik dizayn. Nimaga birinchi linzalardan boshladim? Sababi bunaqa professional fotoapparatlarda asosiy fotoni sifatida rol o'ynaydigani bu linzalar bo'ladi. Bu linzalar hatto fotoapparatdan ham qimmat. Masalan, shu fotoapparatingiz o'zi $500 bo'lishi mumkin. Linza 2800 ekan, sotilib ketibdi bu. Blogerlar uchun asosan qanaqa linzalar kerak bo'ladi? 3 xil linza kerak bo'ladi. Birinchisi mana selfie, wide angle deydi. Selfiega mos bo'lgan, yaqin masofadan turib oladigan linza bo'ladi. Ikkinchisi uzoqdagini yaqinlashtirib oladigan. Uchinchisi ko'proq portretni deydi, ko'proq intervyularda ishlatiladigan linza. Shularni almashtirib ishlataverasiz. Siz fotoapparatni sotib olishingiz mumkin, lekin linzani o'zini olib qolasiz. Men o'zimda 50 mmli Nifty 50 deydi. Bu arzon linza hisoblanadi bu. Mana shundan bor. Fotoapparatlar uchun fleshkalarga o'tamiz. Fleshkalar bitta narsasi bor. Bular mana masalan 128 gigabaytlisi $23 ekan. Bu 32 gigabaytlisi, 32 gigabaytlisi $13 ekan. Buni arzonlari ham bo'ladi. Masalan, hatto 30 gigabaytdan ko'ra ko'proqlari bo'ladi. O'zbekistonda shunaqa ko'p masalan. Arzon. Bundan vashi ancha arzon. Lekin buni qimmatligining sababi shundaki, mana solishtirib, masalan 128 gigabaytlisi ancha ekan $23. Bu yerda xuddi shunaqa mana 128 gigabaytlisi mana $27. Ikkosining hajmi bir xil, lekin narxida qancha farq qilyapti? $4, $5 farq qilyapti. Sababi buni tezligida. Sababi mana 150 megabit sekund, bunisi bo'lsa 190 megabit sekund. Mana shunisi katta rol o'ynaydi. Sizni kamerangiz qanchalik kuchli, zo'r bo'lsin, lekin fleshga olganingizda buni tezligi past bo'ladigan bo'lsa, mana shu joyi tezligi past bo'ladigan bo'lsa, narigi fotoapparatda yozayotgan narsa bunga yozib ulgitib bera olmaydi. Shuni hisobiga mana shu tezligi balanddan olish kerak bo'ladi. Shuni hisobiga ko'pchilik kameraga olasiz to'ylarda, masalan 2 soat, 3 soat videoga olasizda, arzon fleshka olib qo'yadi. Hisobiga bu ko'tara olmaydi-da, bu fleshka ko'tara olmaydi, kачество o'ladi yoki kuyib qoladi. Mana shunaqa Xitoydagi arzonlarni olib qo'yadigan bo'lsak. Mana shu joyda mana bu yerdagi raqamlari haqida ham mana batafsil tushuntirib qo'ygan. Bu yerda mana qaranglar-da, 3:10 degan yozuvlar turibdi. 3:10 degan yozuvlar turibdi. Professional fotoapparatlarda asosiysi hozir ikkita bor, mirror dedi, ya'ni oynali. Rasmga olganda oynaga aksini beradi, keyin uni xotiraga saqlaydi. Blogerlar uchun kamera olayotganda men ko'proq nimaga e'tibor beraman? Mana shu kamera qoladi. Telefon zaryadi tugab qoldi, zaryad qilib oldik. Kameralar qatoriga qaytamiz. Bu ham tezlashtirib qo'yamiz, sababi zaryadimiz oz. Blogerlar uchun qaysi kamerani olish, nimalarga e'tibor berish kerakligi o'zim tajribamdan kelib chiqib, men birinchi o'rinda nima qilaman? Bu kamerani mana shu tarafiga o'tib olaylik. Xo'p, birinchi o'rinda orqa tarafini, bu yerda monitorni ochib ko'raman. Va o'ziga oldiga qaratilganda o'ziga qarash kerak bo'ladi bu. Buni yoqib ko'ramiz. Bu yerda fokus to'g'rilaydi. Mashina bosib, mana mashina bosib tursa fokus to'g'rilanadi. Sal oxirigacha bosmaymiz. Oxirigacha bossa rasm yopib qo'yadi. Buni yarim bosamiz. Yarim bosganingizda his qilasiz. Yarim bosganingizda fokus to'g'rilaydi. Bu ko'zni ham o'zi aniqlar ekan. Mana qimirlasangiz, kallani past qimirlasangiz, ko'zga qarab turib fokus olyapti va o'sha yerga kamerani tirlashtiryapti. Bu birinchi e'tibor qaratadigan narsamiz, mana shu monitor qurilishi. O'zingizga xohlagan tarafga qarab bemalol ko'rishga qulay. Ikkinchi e'tibor qaratadigan narsamiz mana bu linzasi. Linzasi almashadimi? Buni shur bilan qatirib qo'ydi, bu chiqmaydigan qilib qo'yibdi.
shu chiqish kerak bo'ladi. Bu sotuvda displeyda turgani uchun chiqmaydigan qilib qo'yishibdi buni. Linzani bemalol almashtirib ko'rishga qulay bo'lishi kerak. Unaqa linza almashtir, nima qilib o'tirmasdan ixchamgina qulay kameralarga qiziquvchilar uchun mana bunaqa dizaynlar bor ekan. Bu yerda ham ishlatgan kameramda mana bu Insta360. Buni afzallik tarafi shundaki, bu birdaniga 360 gradus oladi. Shunda kameraga olib ketayotgan paytingizda bir tarafga, masalan, mana shu tarafga qaratib ketyapmiz, lekin shu 360 gradusda polni orqa oldini, tepani ham, pastni ham olib ketadi. Va uni keyin uyga borganda kompyuterga qo'yib yoki telefon orqali qaysi tarafga burish kerak bo'lsa, olsangiz bu tarafga burib, o'sha kerakli joyini zapis qilaverasiz. Mana bunaqa mahsulotlar ko'payish tarafdoriman. Bular tabiat muhofazasi uchun yaxshi mahsulotlar. Nima ekan bu? Bu quyoshdan zaryad olib sizga tok chiqarib berar ekan. Qaysi holatlarda yaxshi? Masalan, mobilniy sayohatga chiqqanda yoki elektr sim orqali elektr topish iloji bo'lmaganda mana shuni olasiz ekan bitta. Bu zaryad qiladigan akkumulyatorchasi bilan ekan bu yerda mana. Endi bundan kattaroqlari ham bo'lsa kerak, bu sal kichikroq ekan. Quyosh paneli mana bunaqasi ham bor ekan. Buni har xil bundan kattaroqlari ham bo'lsa kerak. Plus ikkosini ulashsa ekanda mana rasm qo'yib qo'yibdi. Fremont, Kaliforniyada dizayn qilingan brend ekan. Kolonkalar qatoriga kelib qolibmiz. Bu yerda mana har xil brendlar, ovoz chiqarish texnologiyasi bo'yicha, ovoz bilan ishlash texnologiyasi bo'yicha birinchi o'rinda Sony turadi. Tan olish kerak. Ovoz chiqarish bo'yicha, mikrofon bo'yicha emas, ovoz yozish bo'yicha emas, ovoz chiqarish bo'yicha eng yaxshi brend Sony bo'ladi. Dizayn borasida Marshall klassik dizaynda uyga ham bir chekkaga qo'yib qo'yadigan. Buni kattarog'i bor, bu yerda yo'q ekan. O'shinisi ham o'zi eng ko'p sotiladigan o'sha bo'lsa kerak. Bu dizayn sohasida mashhur bo'ladigan bo'lsa, musiqa eshitish sohasida ko'proq mana shu Bose tanlashadi. Sababi bu muzikaga qo'shimcha bas qo'shib beradi-da. Endi bu yerda o'qib ko'rishsam, mikrofonda qanchalik chiqadi hozir? Buni kattarog'i bormi ekan? Sal mana shundan kattaroq bo'lsa, olib yurishga. Qadan qo'y. Eshitganingizda muzikaga qandaydir bas qo'shib berib turadi-da. Lekin siz qandaydir yangiliklarda kino ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shu qo'shimcha qo'shib beradigan basi xalaqit beradi menga shunaqa. Masalan, audio knigalar eshitadigan bo'lsangiz, ovozida искусственный qo'yganga o'xshaydi. Meni o'zimga mana bu hajm mana shu normalniy ekan. Narxi buniki $500 ekan. Buni anaqa rangli bo'lsa ham, yana ham zo'r chiqar ekan. Agar mana shunaqa ranglisi bo'lsa, ko'tarib yurishga ham qulay. Bu endi kattalik qiladi. Eshitib ko'ramiz. Vaholanki bu bundan katta bo'lsa ham arzonroq ekan. $400. Buni dizayn chiroyli ekan. Buni eshitib ko'raqadi. Klassik Marshall degani country music bo'lib ketdi-ku. Bunda country music eshitadigan bo'lsangiz, rock eshitadigan bo'lsangiz yaxshi demoqchiman endi. Bu yaxshi-yu, qandaydir muzikada dimlik bor-a. Hatto JBL degan mashhur brend bor. Buni bilmayman, bunaqa brend ishlatib ko'rmaganman. O'zim ishlatganim mana shu Sonydan kelib chiqib ayta olmayman, mana shu Sony brendi ovozni yaxshi chiqaradi. Mikrofonlar mavzusida simsiz kichkina mikrofonlar lavalier deb nomlashardi. Bu yerda mashhur brendlardan Rode degani. Shaxsan men o'zim bundan ishlatib ko'rmaganman. Ayni paytda eshitayotgan audio DJI degan mikrofonda yozilyapti. Tinch joyda turibman. Mashinaning ichidaman, to'g'rirog'i, tashqarida mashinalar o'tib turibdi. Uzoqdan shovqinda aytmoqchiman. Endi iPhone bilan solishtiramiz. Mana iPhone'da audio bilan solishtirib ko'rasizlar. Xuddi shu mashinaning ichida turibman. Osmonda hozir samolyot uchib ketyapti. Shovqin qaysi darajada yetib boryapti sizlarga? Hozir mashina o'tyapti shovqin bilan. Xullas, endi bu yog'iga o'sha DJI mikrofonda davom etamiz. Bu mikrofonda ham ozgina menga yoqmaydigan joyi bor. Qachonki audioni yozib turib, qanaqa yozganingizni eshitmoqchi bo'lib play deb bossangiz eshitilmaydi. Shu mikrofon iPhone'da zaryadga suqadigan joyga suqiladi-yu, shu joydan sug'urmagunizcha eshitilmaydi. Shuni ham shu yerdan sug'urmasdan eshitadigan qilib qo'ysa,
a'lo ish bo'lar edi. YouTube borasida bitta maslahat. Qanaqangi videolar YouTube'da sifatli video bo'ladi. Videoni sifatidan ko'ra ovozning sifati ko'proq rol o'ynar ekan. Video qanchalik sifati zo'r bo'lishiga qaramay, ovozning sifati agar past bo'ladigan bo'lsa yoki sifatsiz, shovqin bilan bo'ladigan bo'lsa, u videoda prosmotri kamroq bo'lar ekan. Odam eshitganda maza qilmas ekan. YouTube'da o'zini qoidasi. Vaholanki, videoda sifati pastroq bo'lishi mumkin, lekin audioda sifati zo'r bo'lsa, ko'proq ko'rilar ekan. Xullas demoqchi bo'lganim, audioda sifati birinchi o'rinda turar ekan, videoni sifatidan ham ko'ra. Vlogerlar uchun yana bir setup. Chiroq asosiy rolni o'ynaydi videoni sifatida. Mana farqini bilamiz. Mana shu holatda olib ko'ramiz, o'zingizlar baho berasizlar. Chiroqda yo'nalishi ham katta rol o'ynaydi. Masalan, mana shu holatda turibmiz. Yo'naltiramiz. Yana bitta rasm bor. Juda cho'tka qilib ko'rsatilgan. Chiroqni qaysi rakursda bergani, obrazni qanchalik o'zgartirishi haqida. Mana farqini ko'ryapsizlar mana. Buni o'chiraman. Mana o'zingizlar bilib ko'rasizlar. Chiroqni qanchalik rol o'ynashi. Shunaqa gaplar. Blogerlar uchun setupda yana bitta mahsulot, knopkalar, Stream Deck degan knopkalar ekan. Bu nimani bajarar ekan? Hamma yoq setup bo'lgan, kamera o'rnatilgan, chiroq o'rnatilgan, mikrofon o'rnatilgan. Bularni qayerdan yoqaman deydigan bo'lsangiz, masalan, kamerani yoqmoqchisiz. Bu yerda knopkasini topib yoki bu yerdan programmani topib qilguncha bu yerda tayyor knopka bor ekan. Bosamiz ekan, o'zi mana ko'rinar ekan. Bu kamerani to'g'rilaymiz o'zimizga. Ular shu holatda. Va bu mikrofonni bosadigan bo'lsak, mikrofonni nastroykalariga kiramiz ekan. Bu chiroqni buni kontrol qiladigan ekan. Bosamiz. Mana bitta mana shu orqali işte instrumentlaringizni mana shu knopkalarga bog'lab qo'yasiz ekan. Shu yerdan boshqaraverasiz ekan. Qisqa qilib aytganda, sizga polni mana shu elektronika instrumentlaringiz bo'ladigan bo'lsa, hammasini mana shu knopkalarga jamlab qo'yasiz ekan. Mana shuni o'rnidan olib boshqaraverasiz ekan. Bunga yana qo'shimcha, masalan, uyda garaji bor. Garajni ham ulab qo'ysa bo'larmikan? Bitta bosasiz, ochilib yopiladi. Yoki bo'lmasam kameralar qo'yib qo'ygansiz, bitta kompyuterni bosasiz, kameralarni ko'rsataveradi. Masalan, uyga o'rnatgan kameralar bo'lsa. Endi uylarga, joylarga o'rnatib qo'yiladigan, eshiklarga o'rnatib qo'yiladigan kameralar. Mana har xili eshikda ruchkasiga o'rnatib qo'yadigan kameralar, masalan, eshikka o'rnatib qo'yasiz, eshikni kim ochganini ko'rib turasiz va telefon orqali internet Wi-Fi ga ulangan bo'ladi. Uyda Wi-Fi ga internetdan kim kirganini ko'rib turib, o'z masofada ochib qo'yasiz. Yoki bo'lmasam telefon orqali ochilar ekan. Bunaqa eshiklar ayniqsa qachon ish beradi? Masalan, uyingizni arendaga bergansiz. Klient keladi va eshikni masofadan turib ochib qo'yasiz. Kim kirib chiqayotganini ko'rib turasiz. Любой payt parolni ham almashtirib qo'yishingiz mumkin. Bularning uncha tajribam yo'q to'g'risi. Bir kun ishlatib ko'rib, bulardan chiroyli obzor qilaman, xudo xolasa. Bittasini obzor qilib qo'yaylik. Ishlatmagan bo'lsam ham eng qimmatini ko'raylik. O'sha eng qimmati $580 bor ekan mana. Ikkita ekan. Bu ham $580 ekan. Ikkosi boshqa ekan. Bu nima? Buni nima afzalligi bor ekan? Bu anker degani quyoshdan zaryad olar ekan. Shunda suqib qo'yasiz ekan, quyoshdan o'z zaryad olib, bu qizig'i kechqurun quyosh chiqmaydi-yu, kunduzda olgan zaryad yetarmikan bunga? Hech qanaqa simulamaysiz. Shunday devorga qatirib qo'yasiz, o'zi uydagi olaveradi. Masofadan libojodan ko'raverasiz. $580. Buncha kattaroq ekan. Buni afzallik tarafi bu 360 gradus ekan. Polni 360 gradusga tepani, pasti, o'ng taraf g'arb, sharq, shimol, janub. Yana buni afzallik tarafi odamni, masalan, odam o'tayotgan bo'lsa, avtomatik burilib, odam qaysi taraf ketadigan bo'lsa, zapis qilar ekan. Ovozni ham zapis qiladi. Agar bir dona kamera o'rnatish kerak bo'ladigan bo'lsa, to'ydek bo'lsin deb bitta mashina o'rnatib qo'ysangiz, buni yana bitta arzonroq varianti ham bor ekan mana. $200lik
Bu ham o'zi avtomatik burilar ekan va quyoshdan zaryad olar ekan. Sim tortib yurmaysiz ekanda motorni chaqir, o'zingiz bitta shotini qo'yasiz-da, ta'siratib. Bu yerda mana mashinalar, mashina signalizatsiya. Masofadan ochish. Bu $100 ekan. Amerikada mashhurlari shu Viper degani ekan. O'zbekistonda qaysi mashhur edi? Men o'zim shaxsan ishlatganim rossiyskiy brend, Pandora degan brend. Shuni ishlatganman, yaxshi edi. Bu yerda bitta qol, $150 ekan. Bitta qolgan bo'lsa endi tez sotilgan yaxshi deganim endi shu. Men ba'zida shunaqa deb o'ylayman. Xo'p, bu masofadan ochilar ekan, telefon orqali ham boshqarilar ekan. Telefon orqali ham ochilib, yopilib, motorini ham yurgizib qo'ysa bo'laveradigan ekan. Prosta u sizning mashinangizga tushadimi, tushmaydimi, shuni veb-saytdan bilib olish kerak bo'ladi. $150 ekan. Bu yerda sal qimmatrog'i ham bor ekan, $320. Buni o'zi pultlar mana har xil dizaynda ekan. Telefon orqali boshqarsa bo'lar ekan. Buni YouTubedan o'rganib o'zingiz o'rnatsangiz ham bo'ladi buni. Bu yerda mana qaysi mashinalarga tushish, mana Chevrolet Captiva'ga tushar ekan, Captiva'ga tushar ekan, O'zbekistonda borlarni deyapman, Malibu'ga tushar ekan, Trailblazer, Spark, Tahoe, Traverse shularga tushar ekan, Trackerga ham tushar ekan. Boshqa Amerikada mashhur Toyota, yaponskiy brendlar, Honda, Hammerga ham tushar ekan. Lekin meni mashinamga o'xshaymi ekan? Pontiac bor ekan, Saturn yo'q ekan. Meni mashinamga yozmabdi, buni ozgina o'rganish kerak ekan. Olishdan oldin o'zingiz mashinangizga tushadimi, tushmaydimi? Bilsangiz bo'ladi. $320 ekan. Mana Amerikadagi mashhur Viper brendi. Shu mashinalarni masofadan boshqarish, qulflash, ochish. Mana shunday qilib Amerikadagi elektronika tovarlar sotadigan magazindagi obzorlarimiz, xudo xolasa, mana shular edi. Men yerda yana bitta zo'r narsa ko'rib qoldim. O'zim qiziqadigan narsa. Mashina ham ishlatishni o'rganib olishim kerak. Arzon ekan bu. Bundan hali katta professionalnisi bo'ladi-yu. Boshlanishga mashina ham bo'laveradi lekin. Kofe ishqibozlari uchun. Xohlasa mashinani bitta olib, ishlatib, kofe sifatiga e'tibor berib ichadiganlar uchun bitta mana shunaqa narsani obzor qilamiz keyingi videolarda, xudo xolasa. Men yerda mana bitta narsa, mana Fryer degan narsa ham yaxshi ekan mana shu. O'zbekistonda yo'q, mana shu Amerikaga kelib ishlatib ko'rdim. Zo'r ekan. Klassik dizaynda, hali Apple smartwatchlarga o'xshab chiroyli dizayn ekan. Bu qon bosimini o'lchar ekan, og'irligingizni ham o'lchaydi deyaptimi? Qancha uxlaganingizni, havoda sifati va boshqa narsalarni ko'rsatadigan soat ekan. Ko'rinishdan oddiy, klassik dizaynda, lekin yoqdi menga mana shu. Narxi Readings degan brend ekan. Shu yerda mana shunday qilib bugungi obzorimiz Best Buy'dan bo'ldi. Bu yerda polvon, sekin uyga qaytamiz. Shom bo'lib ketibdi. Ba'zida Best Buy meni o'zim yoqtirgan magazinlardan biri, kirib mana shu yerda o'sha oxirgi texnologiya, elektronika mahsulotlaridan xabardor bo'lish maqsadida bir kirib aylanib qo'yaman oyiga bir marta. Bu yerda yana bitta magazin, buni keyingi sonlarda xudo xolasa obzor qilamiz. Qurilish mahsulotlari sotadigan Amerikadagi eng katta magazinlardan biri. Buni keyingi sonlarda xudo xolasa obzor qilamiz. Va sizlarga tilab qolaman, dunyodagi eng zamonaviy mukammal texnologiyalardan unumli foydalanishda nasib qilaversin. Mabodo shu qaysidir mahsulotlarga qiziqib qolgan bo'lsangiz va ularni qanday olish haqida shu videoni pastida description ruschasiga описание deydimi, shu joyda yozib qoldiraman.